أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد bugünkü dersimizden temisi الروح والقيم الروحية ruh degan bizning shu insondagi ruh ne demek? Ruh ve ruhi kıymetler, kıymet qarashlari, manevi güzel faziletler degan ma'noda. Qiyam degan qimmat. Mesela qimmat qarashi deymiz o. Mesela iffat desek bu bir qimmat. Başka ötünüş desek bu bir qimmat. Bechara yardım qilish desek bu bir qimmat. İslam teşebbüs qilgan ve taqatgan şuna güzel qimmat qarashlari, güzel faziletler demek. الروح أمر من الله كما يفهم من قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ruh degan bu Allah'ın işidir. Yani emir degan iş degan ma'nosidagi umurning mufradi bo'lishi bu ehtimolga yaqin. Amrun minal umur deymiz bu bir ish. Bu Allohdan kelgan bir ish bu. Allah'dan kelgan bir buyruq desakmi sal tushib qoladi. Chunki Alloh taolo kun fayakun deb ruhni pulgan ekan, bu bir buyruq bilan bunda vujud chiqar ish desimi bu balkim. Lekin bu yerda Allohdan kelgan bir ish bu. Allohning mush so'zidan mushunda mazmun chiqadi deydi. Mushunda mazmunni tushungil bo'ldi. Va yasalunaka anir ruh. Ular sendan ruh haqida so'rashadi deydi. Yani Mekke müşriklari so'rashi mumkin yoki keyinchi Madinaga borgandan keyin ahli kitob bazı rivayetlarda Yahudiler kötü ketib Rasulullah uchrab Muhammaddan bir so'rab bakmaylimi bazı ya so'rmanglar baka chataga qilsinmat qo'ydi deb talash-tarash qilsa oxiri Rasulullahdan so'rgan. So'rgandan keyin Rasulullah shu chada vahiy kelib va yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri robbi bu mening Parvardigorimning ishi. Qan tushunmaysizlar, aqlim ojiz keladi. Bu vaqtda so'rab o'tirishinglar behuda ish. Va ma utitum min al-ilmi illa qalila. Sizlar ilmdan faqat ozgina berildinglar. Hozir bu ruh masalasi degan keng ilmga muhtoj narsa. Xuddi masalan kichik bolalarning aqli, idroki ma'lum doirada bo'ldi. Bularga ba'zi bir masalani, ijtimoiy masalani, cho'nglarning ishini so'zlab bersak, tushunmaydi, qabul qilolmaydi. Shunga o'xshash inson buni tushunib yetishga munosib emas. Va qad nasabaha Alloh taala ilayhi. Mush ruhni Alloh taolo o'ziga mansub qildi. Nisbat berdi. Haythu yaqulu subhana mana oyatda Alloh taolo shunday. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu yaratgan har qanday narsani eng go'zal shaklda, eng mukammal shaklda qilgan zot. Va bada'a khalqal insani min tin. İnsanni yakash Adem alayhisalomni yaratishni laydan boshlagan. Ondan keyingi avlodin cho'rsa, "Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Adem alayhisalomning avlodlarini, neslini, zurriyatlarini o'zi xar bo'lgan, qimmatsiz bo'lgan bir suvdan suzilingan javhardan qildi. Sulala degan salla degan bir narsa sug'ordi degan. Salla sayf deymiz. Qinidan sug'ordi. Yoki xamirdan qilni sug'urib oldi endi. Şu el-meslul deymiz bu. Es-sarimul meslul ala ashatimir rasul degan. Şu suvdan yani abi manidin iborat ashunda uruq javhiridan yaratdi demakchi. Bu endi to'y qilish orqali masalan. Thumma sawwahu andin uni ravris mukammal qildi. Yani tuzatdi deymiz bu. Sawwa degan mukammal ravris qildi degan. Ve nefaka fihi min ruhi ve onunğa özünün ruhidan pülüde, cançigizde. Ruhihi degan so'zdan mishadi. Özünün ruhidan dedi. Yani Allah Taala hi degan mishadi, damir Allah Taala qaytadi. Özünün ruhidan pülüde deganda inson da Allah Taaladan kelgan ruhning bir parchasi bor. Lekin bu ruh shunda chirishi bilan biz Allah Taalaning ruh bergan bandasi bo'ldik. Shuning bilan bizning qadr qimmatimiz shunda bilan boshqa ko'tarilib ketdi. Bo'lmasa qadr qilmasiz shunda bir abimani etdik. Shuna tabliq qilganlar shunda mahindi yaratilgan nima bu da qattiq bunda. Abimani yaratilgan to'g'ri. Lekin keyin
Başka şunda bir izzetlengen bir mahlukka aylandı. Qad karramna bani Adam fi ahsan taqvim. Nağanken bu aşında bir kadir kıymetke erişti. Allah kaç? Şu Allah kaç? Allah özünün ruhidan püldü. Ama başka ayet var da. Nefaktu fihim ruhi. Bu Allah'ın ruhi mi? Ruhi bu en aktan. Bu çıkan ihtimallık yok. Muvahdet vücud beyin terminatlarını ular özünün aşında çatak etiqadıga muşunu tutup kılırışı mümkün. Lekin ular düşüngendek natija çıkmaydı. Bizning tushunishimizda. Yani ruh Allah'ın ruhidan bir parçamış o. Allah zaten özünün ruhidan püllüdü. Lekin biz şuna pülgenlik için Allah bilan hammadan bir narsaga aylanib ketdikmi? Yo'q. Biz başka, Allah başka. Vahdatul vücud degan men va Allah sizlar shu hayvonot hammasi Allohninki bir xil ko'rinishida iborat bir butun deb turadi. Yana oyatim shunda dedi mana. İz qala rabbuka lil malaikati inni xaliqun basharan min tin. O'z vaqtida shunda degan chaqni eslaganki, iz deganni unda uzkur. Shu chaqni esla. Shu chaqda Parvardigoring farishtalarga men laydin bir insonni yaratmoqchi degandi. Fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Men uni ravrs qilib, mukammal qilib, ruhimdan shunda pulliginimda unga darhal shu hamon unga sezgichinglar, sezdi qilinglar dedi. Mishadimi? Min ruhi dedi. Mening ruhimdan dedi. Yani başka nafakhna fihi min ruhina deb jiqim. Demak, bu yerdagi idofa hozir ruhi ve ruhihi deganlik idafet teşrif. Yani izzet ikram qilyaptilar. Naqatullah. Allah'ın Başkanımızı teşrif. Beytullah. Ve bu idafet teşrif hazır. Şarafetlendiriyyordu. Mesela abdi dedi bu. Ya ibadi. Bu Allah Teala özgü nispet veriş, arıqlıq, şereflendirişten ibaret. Ta degan şu hemen derhal deganini bildiren harfi jar ama qa'u degan vaqa'dan kelgan buyruq. Vaqa'dan tushdi. Faqa'u degan sani ayirsa qa'u degan shunla. Wa min zalika nudriku anna sharaf al-insani kana wa la yazalu bi hadha al-janib ar-ruhi alladhi yasiluhu billah ve yumidduhu bi hudah. Yani bu ayetlerden Allah Teala muşunda şereflendirgenliginden nemin düşünmeyse insanın şerefi bu Allah Teala'ga insanı tutaştırıp turduğan hidayeti bilen davamlıq medet verip turduğan özünü hidayeti başlap turduğan şu ruhi tarafi bilen andın kelip çıkıdı. İnsan Allah Teala'nın tutaşkan, Allah Teala'nın hidayeti bilen tutaşkan ruhi tarafi bilen andın şeref buldu. Yumiddu diyen emedde yumiddu. Yani devamlılık buna bir narsa bilen təminlep turduğan diyor. Yasiluhu diyen tutaştırdıgan. Ve kad zavvedahu Allahu ma'a zalika bil aql. Yani ruh şerafeti bir taraftan bolsa, yani bir taraftan Allah Teala insanı akıl bilen zinnetligen, aşını artık kılıp bergen. Ve bil isti'dad lima la yetanaha min al ma'lumat. Yani tehe qayığı tükmeydigan, cheksiz deyli. Cheksiz ma'lumotlarni qabul qilib, uni foydalanadigan istidat bilan ta'minlagan. La yetanaha degan cheklanib qolmaydigan, tugab qolmaydigan. Ve sawwahu fi ahsani taqvim. Yani uni eng güzel, eng mukammal qurilishda ravs qildi. Taqvim degan ma shu qurilmasini bekitish. فكان لذلك في الموضع الكريم الذي يفهم من قوله تعالى aşında boğanlık için ruh taraftan şereflendirdi, aklını verdi, nurgun malumatlardan faydalandı, istidat verdi ve onu en güzel şekilde kurulmasına mükemmel kıldı. Bunda boğanlıktan müştevendeki ayetten düşündüğün aşında isil bir mertebeye erişti insan. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Biz Adem balısını izzetledik. وَحَمَلْنَاهُمْ fil berri vel bahr. Ular ne? Yani Adem balısını, insanlarını kuruqlıqda ve denizde kötədik. Kunda kötədik. Kuruqlıqda at ulaqqa mindirib, denizde, deryada, suda kivilerge mindirib, kunda kötədik. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Yani pak narsalar, halal narsalarni ular rızık qıptadı. Lezzetlik narsalar desekin buldu. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Yani ularni taqa biz yaratgan nurgun mahluklarga qarta
afzal qilib o'tdik. Faddalna tafdila maf'ul mutlaq. Ala kathirin asas hammasiga nisbatan afzal qildik. Kathir degan so'zni ko'pincha ahvolda hammasi deb mutassir qilamiz. Ya'ni hammasidan afzal qilib o'tdik degan ma'no. فإذا لم يشعر بقيمته وكرامته insonni mushundaq iltifatlar bilan izzat ikrom bilan shunda qadrlik qilgandan keyin u o'zining qimmatini bilmasa, qadr qimmatini bilmay, o'zining isl bir maxluq ekanligini his qilmasa, aw tajahala an-ni'am allati asbaghaha Alloh alayhi, yoki Alloh taolo unga to'liq bergan shu ne'matlar ko'z yumsa, bilmas bo'lsa, tajahal degan bilmas bo'lish. Asbag'a degan to'liq qilib berish, mukammal qilib berish, kumutish, yo'gash degan ma'no. To'liq, mukammal yo'gab turadigan degan. Shu isbag'ul wudu alal makarih. Vallazi asbagha alaykum ni'amahu zahiratan va batinatan. Falam yuqaddirha qadraha. Uning qadriga yetmasa, va lam yantafi' biha fima yanfa'uhu va yarfa'uhu. O'ziga foydali bo'ladigan va o'zining qadr qimmatini, martabasini ko'taradigan ishlarda shu martabadan foydalanmasa, vasara kama yaqulullohu fihi, Alloh taolo uning haqida bunda degandek bunda holatga kelib qolsa, shataqi. Vasara degani vovni ilvasamon bo'l. Sara desa. Demak, o'zining qadr qimmatini uqmay, Alloh taoloning bergan ne'matlari ko'z yumib qolsa, nima bo'ldi? Ma tuvandagi oyatda degan martabaga chiqib qoldi. Vavni ilib tashlasak to'g'ri chiqadi. Alloh taolo dedi: "Va laqad zara'na li jahannama katiran minal jinni val ins." Zara'na xalaqna degan. Biz jahannam uchun jinlardan, insonlardan nurg'un maxluqlarni yaratdik. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ularning hech nimani anqirmaydigan, tushunmaydigan dillari bor edi. Dili bor, lekin unda hech nimani anqirmaydi, tushunmaydi. Shunda bag'araz. Va lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ularning ko'zlari bor, lekin bu ko'zlari bilan ko'rmaydi. Ya'ni bu ko'rmaydi degan gap, niyat ko'rdi, lekin ko'rib foydalanadigan shaklda ko'rmaydi. Ko'z ko'rinib tursa-mu, undan iborat qilib foydalanmaydi. Va lahum adhanun la yasma'una biha. Ularning quloqlari bor, lekin unda haqni eshitmaydi. Eshitishi mumkin, anglaydi. Rasululloh vahiyni o'qib birta shulgan. Da'vatni qildi. Lekin foydalanmagandan keyin anglamagan hisobda. Ulaika kal an'am. Ana shular charpaylardir. Ya'ni charpaylarga o'xshash, charmallarga o'xshash. Demak, o'sha oyatdan da shu anglash, ko'rash va tafakkur qilish iqtidorini Alloh taolo ma'lum xizmatni o'rindashga belgilab yaratgan. Lekin shular shu xizmat uchun foydalanmadi buni. Foydalanmagandan xuddi bu narsani ular yaratmagandek, yo'qdek bu iqtidor. Bal hum adal. Belki taqi bular charpayladimmi, mal charvaladimmi, bakrak azg'un. Charva mallar, masalan, qo'y, kala, bu narsalar, ba'zi narsa olsa foydalanish mumkin. Masalan, o'tni ko'rsa ochib bir berdi, suvni ichish mumkin. Lekin ma badbaxtlar ko'rib turgan, anglab turganimizdan faqat foydalanmagan ekan, ulardimmi ko'rak darajada azg'un bo'ladi. Ala hadal asas كان المقياس الذي يتفاضل به الناس هو التقوى. مش أساسا kişiler birbirinden afzal deb ayrıldıgan ölçem, miqyas degan ölçem nima esa taqvodarlik. Demak, Alloh taolo insonni shunda izzat ikrom qildi. Buningdan to'nchib ketganlar va aytgan yuqori turganlar, qadr qimmatini bilganlar. Bu ikkisining qanday ayrimaysa, taqvodarlik bilan ayrimaymiz. Kama yufhamu min qawlillahi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Alloh taolaning bu so'zdanmi shu mazmun chiqdi. Alloh taolaning huzurida yoki nazarida eng izzatlik, eng isil, eng yaxshilaringlar sizlarning eng taqvodorlaringlardir. Va kalimatu taqwa tas'u kullal qiyam ar-ruhiyya allati tatibu biha nafsul insan. Tas'u degan o'z ichiga oladi, hammaga yetishidi deganman. Shunda bir azodi so'z deydi. İnsanning ko'ngli huzurlanadigan, navoid yaxshilab ketadigan ruhiy qimmatlarning hammani o'z ichiga oladigan shunda bir jirinchoq so'z bo'ladi. Va ta'zumu biha makanatuhu. Ash taqvodorlik bilan insonning martabasimi katta bo'lib ketadi. Va tastaqimu alayha hayatuhu. Ash taqvodorlikning ustiga
hayotini qursa nihoyat obdan ravrish bo'lib ketadi. Va tasluhu biha dunyahu va oxiratuhu. Ash taqodarlik bilan insonning dunyosi va oxirati yaxshi bo'lib ketadi, o'ngishilib ketadi. Fal iymanu billah fahmshad demak Alloh taolaga iymon keltirish va taharruru min ibadati g'ayrihi va Allohdan boshqa narsalarga qulluq qilishdan ozodlik chiqish val xawfu min azabihi azobdan qo'rqib va tama fi thawabihi savobini umid qilish va thiqatu bi adlihi va fadlihi Alloh taolo chuqum odillik bilan hukm qilgan odillik bilan bizga muomala qildi fazl marhamati keng deb ishonch qilish val amalu ibtig'a mardati Allohning roziligini ko'zlab ish qilish val jihadu fi sabili Allohning yo'lida jihad qilish val i'tisamu bi hablihi Alloh taolaning arg'amchisiga ching yepshish arqiniga ching yepish desak yani Alloh taolaning kitobiga Rasulullohning sunnatini ching tutish degandek va kullu ma anzala bihi kutubahu va arsala bihi rusulahu qiyamun sabitatun sabatul haqq ay kitoblar tushgan hamma ahkamlar fazilatlarning hammasi payg'ambarlarga topilib evatgan topshiriqlarning hammasi nima ash haq isbotlanib ketgandek ashunda isbotlanib ketgan muqim qimmatlar hisoblandi xolidatun xuludar ruh mangu qolgandek mangu qoladigan qimmatlardir fazilatlardir vajibul hirsu alayha ash qimmatlarga ash fazilatlarga erishmanlik bilan qo'ldan bermay ching tirishimiz lozim yajibul hirsu alayha va tamassuku biha val amalu ala hudaha ching tutib shu ko'rsatgan hidoyat bo'yicha ish qilishimiz kerak li'annaha as-sabilu ila al-khayri wan nasri fi ad-dunya nasr azr khayrga atfnama wan nasri fi ad-dunya xayrlik kelib boradigan yo'l dunyoda nusrat qozonish kelib boradigan yo'l val fawzi wan na'im fil akhirah oxiratda noz ne'mat huzur halovat jannatga va utuqqa kelib boradigan yo'l نجات قلب برضايول وذلك بعض ما يفهم من قول الله سبحانه مش مزمون الله مش قدر قمة مشندا فزيلة الله دنيا دا هم نصرت يرشتردو آخرت مو يرشتردو يعني مش مزمون مش عندك آيات لا تنشغل مزمون شو ده شنو برقسم هذا بعض ما يفهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Hakikaten biz elçilerimizni, peygamberlerimizni, biz iletken peygamberlerine yüleymez, ulağa nusret ata kılmaz. Yani teke vellezine amenu, peygamberlerine namaz, ulağa billah iman etkan müminlerine yüleymez, nusret ata kılmaz. Fil hayatı dünya hayatıda, kandalsa kuşluk paketlerini turguzuş arkalık, delillerini turguzuş arkalık, vahiy arkalık, Doğruyu yanılıp kalmaydı müminler. Kafirler, Yahudi, Nasarlar münazirleşken çağda Resulullah ve müminler hem matkılıp mangan. Hiç kınlarına da yanılıp kalmagan. Demek, aşı arkalık mı? Yardım bergen buldu. Nusret aşındağım. Yana uruşup kalsa, galbi kazanıp kafirlerini yanılgan alette nusret ataklı. Ameliyette Resulullah'ın sirisi karışsak bunda. Sel keşif geçişi mümkün. Müminlerin sınaşıyor, bunun fidakarlığını görüyoruz. Sel keçiksi mi ki ahirde yani Allah Teala nusretini ata kıldı. Ve yevme yakumul eşhad ve yana guvahçılar turduğun günde yani kıyamet günde yani dünya dumuşunda ahiret dumuşunda demek çağır. Şimdi dünyada biz yüleymez. Eşhad cem'u şahid sahib ve ashab diyende. Guvahçılar peygamberlerle insandan ayrılmalı turgan hafaza melaike. Şu perişte. Demek şular, peygamberler, sen falan çağda maşallah vahiy kılgan ahkamını yetkizgentem, falan çağda bulup sözlep bergentem, Allah manda sen perişte kıldığı man şekilde yetkizgentem, şu yerde dualık vartan. Andın perişte mi? Şu çağda peygambersine yetkizgen, bu anlığan temen şu çağda şu. Çünkü mürüste bunda karab tuğandır, dualık. O çağda bunda bir duaçılan ispatlanan nima? Ina qanday isbotlanib ketgan nima? U farishtalar shu amirlarning dolusi kishi farishtalarni mumkin bo'lganda. Shuni demoqchi, hafada degan.
Şuna Resulullah'ın köpünçe Allah etkisini buyurgan ahkam etkizip boğan çağda Allahümme el-ballaq, Allahümme feşhet. Allah tam güvalandırıp da kıyamet günü ümmet karta Resulullah güvaç oldan. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Güvaçlık hâsse güvaçlığın üstünden Resulullah güvaç oldan. Demek adı ayet namazından mı çıkıdı? Allah Teala peygamberleri ve müminlerini dünya ve ahiret yoluydu. Diye mazmun çıktı. Ve kavlu Teala innellezine qalu rabbunallah. Hakikaten Rabbimiz Allah diyorlar. Depolap ondan summa istakamu. Ondan emellerde ravrs boğallah. Tüzmangallah. Demek bu azar nimege dalalat kıldı olsa hem sözü de hem şerkte de caydı boğallah demiş. Ağızda Rabbunallah da qablamanın xalqını kızğan bolsa maslaşmam bu. Yaxşı odan menep Rabbunallah demisimi umutata. Hazır sözü bilen kişi çıpslaşsa şunda tetenezzelu aleyhimul melaiketu alla takhafu ve la tahzanu. Ularga farishtalar tushib turdi dedi. Qachon sakrat tushgan chaqda o'lish oldida farishtalar ularning qishig'i tushib, nima deydi? Qo'rqmanglar. Ko'ngilni yerim qilmanglar. Sizlar hozir o'lib ketib, keyingi boshqa bir hayotga chiqsanglar, sizlar dunyoda shunda Rabbunalloh deb istiqomatlan mangan bo'lg'achqa, sizga hech qanday yomonlik yetmaydi. Siz yaxshilik va ensirmanglar. Xuddi masalan bir yerga safar qilmoqchi bo'lgan yoki bir yerga bormoqchi bo'lgan, basan japatat qilamiz, xotirjam bo'l deganga o'xshash, bunning ko'ngli xotirjamlantirib, qo'rqma, sana yaxshilik va yomonlik yo'q deb aslında deb turdi dedi. Hayat dünyasida aql bo'ldi. Ha. O'lish oldida. Demak, o'sha tatanazzalu alayhim malaikatu indal maut. O'ladigan chaqda farishtalar ashunda xotirjamlantirib turdi. Yana taxmin deydigan va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dunyoda sizlarga va'da qilinib kelayotgan ash jannatga kirdiganliginglar xushbisharat olinglar. Xotirjam bo'linglar, siz jannatga kirsizlar. Şunu yaxshi bo'ladi deb ko'ngli xotirjamlantirgan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya va fil axirah. Dunyo hayotida bo'lsin va oxiratda bo'lsin, biz sizlarning eganglar dedi. Awliya mishada ega chaqanlar deyman. Biz sizlarga ega bo'lamiz. Va lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Oxiratda jannatga kirgan vaqtinglarda, ash jannatda sizlarga ko'ngilni tortgan narsalar, nozimatlar, narsa bo'ldi. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Yani sizlerge cennette arzu kılan nasılın hımmıs buldu dedi. Nemin arzu kılsanlar? Sizlerge buldu dedi. تَدَّعُونَ yani tetemennavun. اَلَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ الْآخِرَةِ. Demek şu iki ayette muş kadir kımmetilen şerafetlengen insanların dünya ve ahirette Allah Teala'nın yardımıga eriştiğallığı ularning oqibati yaxshi bo'lganligi bayon qilindi. Va qad athbata waqi'ul hayati zalik fima shahidahu an-nasu min sira'in bayna al-haqq wal-batil. İnsanlar jamiyati haq bilan nohaq o'tirda nurg'un kurashlarni boshdan kechirdi shunama. Shu jarayonda hayot realligi shuni isbotlab o'tdi. Shu jarayonlar ichida kurab turdi. Bunda bir haqiqat isbotlandi. Haq bilan nohaq kurash tutdi. Yaxshilik bilan yomonlik, ozg'unlik bilan hidoyat. Fakana an-nasr daiman ma'al mu'minin. Ash kurash natijasida nusrat davomliq mu'minlar bilan birga bo'lgandi. Va ma'al haqq allazi yadinuna bihi. Ular e'tiqod qilib kelayotgan haq bilan birga bo'lgan. Yadin degan o'sha diyonat qilib kelayotgan e'tiqod qildi. Va yudafi'una anhu. O'zi qo'g'dab kelayotgan ash haq bilan davomliq nusrat birga bo'ldi. وكان الخزي دائما مصير الكافرين وأهل البغي والضلال. خورلuk, arnumos, xorliq, domliq kafirlarning, azg'ullarning va zalolat ahlininki oqibati bo'ldi. G'ayy deganmi shu azg'ulluq. Tasawwuf yalqawna g'ayya. Khizy degan arnumos, xorliq, xorliq va awdahul amthilati ala zalika ma'rikatul islam al-kubra. التي غيرت مجرى التاريخ. Bunun en tipik misali, en aniq misali şu ki
tarix yönelişini o'zgartirib o'tgan islomning eng cho'ng g'azoti shu misoli edi. Masalan Badr yine tarixiy g'azotlarning birisi. Yawmal Furqon va anqadat karamat al-insan min al-wathaniyyah ad-dallah al-amya allati sadat ad-dunya qabla zuhuri nurihi. İslam nuri taxa butun dunyoga taqib bo'lishdan ilgari, dunyoga tushishdan ilgari butun dunyoda hukmronlik qilayotgan shu ozg'un butparastlik changilidan insonning izzetini qutuldirib olgan. Demak, shu jang, shu g'azot qutuldirib olgan. Agar shu jangda mu'minlar qirilib ketgan bo'lsa, insoniyat islom nuridan mahrum qildigandek. Al-amya degan qarg'u, dollar degan ozg'un. Faqat kana thawratan 'ala alladhina ya'buduna al-asnam. Famshada chunki degan desak, chunki uning nuri islomni deydi. Faqat kana al-islamu thawratan 'ala alladhina ya'buduna al-asnam. Butqa cho'qinganlar qarta bu bir inqilob dedi islom. Inqilob yani bütün bağıgan ahvalni aslı üstün qilib o'zgartirgan bir hodisa. Va alallazina ya'buduna an-nar o'tqi cho'qinganlar qartami bir inqilob. Va alallazina ya'buduna al-malaika farishtalar cho'qinganlar qartami bir inqilob bo'lgandi. Va alallazina ya'buduna al-jinna yana jinga cho'qinganlar qartami inqilob bo'lgandi. Va alallazina ya'buduna al-kawakib yulduzlarga her xil planlar uchun cho'qindigan shunda azg'ullar qartami inqilob bo'lgan. Va alallazina takhadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam. Yana Maryam o'g'li Isoni va undan boshqa Allohdan boshqa cho'qingan har turli mushunda rohiblari, o'zining mollamlari ashullarni Alloh taolaning qo'yib xudo qilib olgan yoki shuni shariat belgilab turgan parvardigor qilib olgan Yahud Nasaralarga qarta inqilob bo'lgandi. Summa intasarat hadhihi thawra. Ondan bu inqilob g'alaba qozondi. Va ashraqa biha nurulloh fi kulli janibin min jawanibil ard. Osh inqilob orqali Allohning nuri zaminning hamma bo'lim qushqoqlarga tushib yuritdi. Va tahaqqaqa va'dullohi lil ladina amanu. Alloh taolaning mu'minlarga bergan va'da vujudga chiqqan bo'ldi. Fastakhlafahum fil ard. Şundan Allah Teala mu'minlarni zaminda izbasar qilib o'rinlashtirdi. Va makkana lahum dinahum ladtadalahum. Ularga o'zi rozi bo'lib bekitib bergan dinini hukmron qilib berdi. Makkana degan imkoniyat yaratib hukmron qilib berdi degan. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah endi. Ve beddalahum min ba'di khawfihim amna. Burun qo'rqinch shiddatdi. Shu qo'rqinchning o'rniga xotirjamlik almashtirib berdi ashulaga. Mu'minlar shu Makkada masalan mushriklarningki javr zulm ostida shunda dakkiliklarda Madina kelgandan keyin islom davlati qurgandan kimmo mushriklarning tegish qilishdan hujumlardan ansirab dakkilikda yashagan ahvol batdi. Keyin islomni hukmron qilib xotirjamlik ato qildi. ولكي ندرك ما كان عليه العرب قبل الإسلام. Arablar İslamiyet kirişi ilgili qanday holat edi buni bilishimiz uchun va na'rif al-mabadi' wal-qiyam allati ijtama'u 'alayha ba'da furqa. Arablar dina chechilango shunda hammasi bosh-boshda bunda yuradigan, bir yerga jam bo'lmaydigan shunda bir millatdi. Bunda holatdan keyin atrofiga to'plashgan shu qimmat va prinsiplarni bilishimiz uchun xalqdan keyin qanday bu izzatga erishib qoldi buni bilishimiz uchun va azzu biha ba'da zillatin va qawiyat biha shawkatuhum ba'da da'fin ular aziz bo'lgandan keyin qanday bo'lib kuchlanib ketdi buni bilishimiz uchun nazkuru ma zakarahu Ja'far ibn Abi Talib lin-Najashi fil Habasha. Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Habashtonda hijrat qilib borgan chaqda Najashiga so'zlagan mushnutqini bayon qilib o'tamiz. Mushuning bilan unda arablar islomiyatdan ilgari qandati, islom kelgandan keyin qanday o'zgarish bo'lib, qanday isl bir madaniyat millatga aylanib qoldi, buni farqini bilalaymiz. Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Najashiga shuna degan: "Kunna qawman ahli jahiliya." Biz burun jahiliyat ahli edik. Ya'ni nadallıqda, ko'ngli qara, bilimsiz, aqqanda farq ketmaydigan bunda bir haq yo'q.
Na'budul asnam, butlarga cho'qinibdik. Va na'kulul mayta, qaplarni yeytdik o'lib qolgan narsani. Va na'tul fawahish, zina fahish qildik. Va naqta'ul arham, silarahimni uzutdik. Va nusi'ul jawar, qo'shnichilik hayot hurmatiga dastanni qilib, hayot hurmatini qo'ymaydi qo'shnichilikni. Qo'shnilarga nasr muomala qildik. Va yakul qawiy minnad da'if, bizning aramizga kuchliklar ojizlarni yeb ketibdi, bo'zi ketibdi. Fakunna ala zalik, biz ashunda davomlashib kelgan. Hatta ba'athallohu alayna rasulan minna. Taki Alloh taolo bizga bizning o'zimizdan chiqqan bir payg'ambarni evatdi. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Biz uning nasabining qandoqligini, ya'ni isilligini va rasulligini, amanatlik ekanligini va iffalik ekanligini biz obdan bildik. Fada'ana ila Allohi linuwahhidahu va na'budahu. Bunun bu payg'ambar kelib bizni Allohga chaqirdi. Allohni yakkigani deb tavhid aqidasi bo'lashqa va uni ibodat qilishga chaqirdi. Va nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan. Biz va atboularimiz Alloh taolani tashlab qo'yib, tash va but va hokazolarga cho'qingan mushunda buzuq amal ibodat e'tiqodlarni butunlay cho'rib tashlashga chaqirdi. Nakhla degan selvetishgan bo'ldi. Neden cho'rib tashlashni deymiz. Va amarana bisidqil hadis. Bizni yana rost so'zlashga, gap so'zda rostsil bo'lishga, va ada'al amana, amonatni egasiga topshirishga, va silatir rahim, silarhim qilishga, va husnul jivar, qo'shnichilik, hurmatini qilishga, va kaffi anil maharim va dima, yana haram qilingan ishlarni qilmay bo'ldi qilib, yani qo'l uzish deymiz. Va kaffi anil maharim, haram qilingan gunoh ishlardan qo'l uzishga va qon to'kishni to'xtatishga, qo'l uzishga buyurdi. Va nahana anil fawahish, zina pasha sadqa ishlardan hammadan bizni to'sdi. Va qawliz zawr, yani bu yolg'on guvohlik berish. Bu eng xatarlik ig'ir gunohlarning birisi, cho'ng gunohlarning birisi. Va akli malil yatim, yetimning haqqini yevalishdan to'sdi. Va qadful muhsana, iffatlik ayollarga qarchaplashdan to'sdi. Va amarana an na'budallaha wahda, bizni faqat yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurdi. Va la nushrika bihi shay'a, uni shirk keltirmagan holatda ibodat qilishga. Va amarana bis salati va zakati va siyam, ya'ni bizni namoz o'qishga, zakat berishga va ro'za tutishga buyurdi. Tasaddaqnahu va amanna bi, shuni biz uningga ishondik, ya'ni rasul deb qarab, uni ishonib biz qabul qildik. Herakliga Abu Sufyan mushmazbunni gap qilgan. Najashining oldidimi Amr ibn al-As masalan bular hijrat qilgan muhojirlarni bizga topshirib bersa, biz akitib degan chaqlarda bunda so'zgan bo'lishi mumkin. Yani ham oyatda, ham oyatda so'zlangan nutqlar bir-biriga yaqin mazmunda bo'lsin. Abu Sufyanninki Herakliga degan so'zlar mushunga yaqin. Sahih Buxoriyda kelgan. Şu yuqorqi şu nutqqa qarasanglar, buningda namoz, zakat, siyom oxirroq ketdi. Qolgan oldida go'zal axloq fazilatlar, Alloh taologa iymon keltirish, to'g'ri ibodat qilish, ma'noslari chetlik qiliglik. Ibodat bilan hozir axloq fazilatningki munosabati, bir-biridan ayirib olmaydigan munosabat. Mushular hammasi mana qimmatlar. Islom o'lib kelgan qimmatlar hisoblanadi. Mushuni Ja'far ibn Abi Talib xulosalab jirin chaqib debdi. هذا ما كان عليه العرب قبل الإسلام. هنا العرب لا إسلامية الجرا أشندا برحالة تدري. وهذه بعض المبادئ والقيم التي جاء بها. الإسلام كأن تقول التيجان قمة لا برنسب لا قيسة نشكر عليه. صلة الرحم، حسن الجوار، أداء الأمانة، الصدق، وشو الله قدر. الإسلام أشندا جزء قمة لاجة برنسب لاجة شاكرغان. وقد تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف عنه من حرص على هداية قومه. رسول الله özünün qavmine hidayet tavsiyeganda shuni bak kirismenti, shuni bak arzu qildi. Ham shunda arzu qildiganligi, shuni amroq ekanligi ma'lum bizning o'qigan tarixlarimizda. Shunda bo'lgan ekan, shunda bir tabiat Rasululloh bo'lg'achqa va ikhrojun nas jami'an min az-zulmat ila an-nur. Rasulullohda bütün xaloyiqni shirk va kufr qorong'uligidan iymon va hidoyat nuriga elib chiqish hirismanligi bor edi. Shuna bo'lgan ekan, bütün shunda asl prinsip, go'zal
qimmatlarni Alloh taolo Parvardigoridan topshirib oldi deydi. Vahtamala fi sabili tablighiha va akhdun nas biha ma tanu'u bihamlihi al-jibal. Ash prinsiplarni, ash güzel qimmatlarni insonlarga yetkazib va insonlarni ashuni amal qildirib, akhdun nas biha degan ashunga amal qildirib, bunda minish yo'lida tog'larni ko'taramay vaysiraydigan ig'ir kulfatlarni ko'tardi. Tanu degani bizning judoq o'tgan kilasida. Va ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa. Yani tungur palvallarni ochqishini ko'taray desa, aran ko'tardigan. Tanu degan tez ko'tardigan, ko'tarish ig'ir qildigan. Va tog'larni ko'tarib bo'lmaydigan, ya aran ko'tara oladigan shunda ig'ir vazifani o'z ustiga olib, nurg'un aziyatni tortdi, kulfatlarni ko'rdi. Va ma kasrati ma badal ko'rsatgan tirishchanligining ko'pligiga qaramay, va qasvati mahtamal ko'rgan kulfatlarning shunda qattiqligiga qaramay, lam yu'raf anhu fi tawr min atwar hayatihi mawqifu da'fin aw khawfin. Aşında ig'ir kulfatlarni ko'rib, aşında ig'ir kunlarga yo'liqqan bo'lishi qaramay, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotining ma'lum bir bosqichlari, qanday bosqichlar bo'lsin, bir bosqichda qo'rqib qolgan pozitsiya, yoki ojizlik pozitsiyasi ko'rilmadi. Bosqich. Mavqif degan pozitsiya yoki mavqat. Bal laqad waqafa amama ammihi. Balki Rasululloh o'zining tag'isining oldida shunda turdi deydi. Va huwa yuhaddiru min qawmihi. Tag'isi Rasulullohni o'zining qavmidan ogohlantirib, "Bo'lsangiz yana kuzda madavani qilib chiqmasam, buni o'tirish mumkin, bo'ldi qilsamki" degandek shunda ogohlantirgan chaqda tag'isining oldida shunda tavranmay turdi. Va min kullil quwwal mutaallibati alayhi al-mutarabbisati bihi wara'a qawmihi. Yana o tag'isi o'zining qavmidan ogohlantirgan. Qavmining orqida Yahuda pay tutib, mutarabbisa bihi degan Rasulullohni bosi bir rushtvastam deb pay tutib turayotgan edi. Al-mutaalliba degan to'plashgan, ta'allaba degan to'plashgan, yig'ilgan edi. Demak, Quraysh bo'lsin, Qurayshdan boshqa Rasulullohni yo'qotmoqchi bo'lgan dushmanlar bo'lsin, hammadan ogohlantirib, voy mushu davoni bir tashlagan bo'lsang, men ansirab qoldim sana, aziyat etib qolmasin degan chaqda Rasululloh tag'isining oldida tavranmay turgan. فقال يا عم تغا والله الله لا قسمك لو وضع الشمس في يميني نوادا لو ديان نوادا دار ما يمد لو قيسنا قياميدو نوادا إذا قياب قالدان إيش بوسما شنو لونن ذوق تعريفه حرف امتناع الامتناع وبميدا alışın da bumbayda diyen. Demek o قيسنا on tarafıya aynı sol tarafı koyalım da koymayız. Bu bir kıl mübalağa. Navada davu bulmaydın. Navada quyoshni o'ng tarafimga, o'ng qo'limga yoki. Wal qamara fi yasari. Oyni so'l qo'limga tutib qo'ysam, ala an atruka hadal amr mushu islom da'vatini tashlash sharti bilan ashunda o'ng qo'limga kunni tutqizmas, so'l qo'limga oyni tutqizmas deb qolsa, ma taraktuhu. Uni hargiz tashlamagan bo'lardi. Unda unumgan bo'ladi. Mana ular demaydi. Desa unda qilmaydi. Lekin ashunda deb qildigan ish bo'lsa-mu, hargiz islom da'vatini tashlamayman. Hatta yuzhirahullohu aw ahlukamu uhlakamu. Mabdil majhulmi, mabdil ma'lummi? Ahlika. Ahlika fi. Yani ya man ash yo'lda o'lima yoki Alloh taolo mush dinni, o'zining dinini hukmron qilib, butun dunyoga yaydi. İkisining biri bo'lgan qadar men uni hargiz tashlamayman. Demak, ashunda dahshatli qo'rqinch paytladimi Rasululloh unda ojizlik bo'shab qolmagan. Summa kana al-mu'minuna bihi. Andan Rasulullohning mavqasida mazmutda atrofida iymon etib Rasululloh bilan hamdam bo'lib islomni taqatgan sahoba kiramlarmi ulumi shunda mustahkam mavqat turgan, ulim bo'shab qolmagan. Nurg'un ig'ir kunlar duchar bo'lsa chidigan, bardosh qilgan. Ve bil qiyamallati yahmiluha ash payg'ambar ko'tarib kelgan ash qimmat ash prinsiplarga ishongan ash mu'minlarmi shunda dedi. Ma mu'minuna bihi ve bil qiyam arqida pash qo'yib turgan pash tortiqish xato. Imlojatni xato.
ya'taqiduna annahum u mu'minlar bunda e'tiqod qildi. Ularning mavqasi iymon shunda kuchli, mavqasi shunda mazmutdi. Ular qanday e'tiqod qildi? La yusibuhum zama'un va la nasabun. Zalika bi annahum deb oyatning surat Tavba. La yusibuhum zaman. Ama shunda bo'lishi, mu'minlarning shunda fazilatning ortiq bo'lishi nima sababdan desa, la yusibuhum zaman. Mu'minlarga shu jihad qiluvchi mujohidlarga bir usullik yetib qolsa, va la nasabun bir harg'inlik yetib qolsa, va la mahmasatun fi sabilillah. Yoki ashq yetib qolsa, bu hammasi yani Alloh yo'lida. Shunda bir narsa yo'li qilib qolsa, bunda bir narsa uchrab qoladi ekan, duchor bo'ladi ekan, va la yatauna mawti'an yaghidul kuffar. Kafirning tishini g'ichirlatadigan, achchig'ini keltiradigan bir joyga dastlab qolsa, qadam bosib qolsa, va la yanaluna min aduwwin naylan. Dushmanga tekkizib qo'ya olsa, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin ish qilib dushmanning adibini bir olsa, mushuk qilgan ishlar hammasini bo'ldi. İlla kutiba lahum bihi amalun solih. Aşonlan çoxum ularga yaxshi bir amal yezilib ketdi. Yani savobi katta bo'ladi. Demak, Alloh yo'lida jihad qilmab to'sqachib qoldi. Tamoq qiyoqigacha japatat. Shunga savob bezildi. Farg'illik erib charchakasi unga savob bezildi. Ondan bira qalani ya bira istiqomni egallab bira shunda kasi dushmanning achchildigan bir yo'q bo'lsa, unga savob bezildi. Hatto etini qo'yasi eti cheklab o'ynab chepib dönge tutsa-mı unga savob bezildi. Neyil nişada düşmanın adını verdi. Mesela ya öttedi böylesine. Yarılandı de. Ya malın mülkünü ganimet aldı. Esir kaldı. Bu hemmisi neyil? Muşların hemmisi de o mücahit karşında savab bezilip durdu. Demek meyada hazır mücahit. Yani Allah yolunda cihat kılışının faziletinin katlılıkını ben kılıyor. Demek şu Resulullah'ın mevkasının şunda kuşlukta, mezmutta, etrafındaki müminlerin imanı şunda kuşlukta. Ve aşında kafirinin edipini olduğun şekilde aslında cihat kılan bulun. İslam'na etkizizke şunda tirişallık gösterken. Ve bihadal iman, muş iman bilen ve hadihil qiyam ve muşu kımmetler bilen intaqalatil ummetu minel halilleti kânet aleyha qablal islam ilal mustavar rafi'allezi yufhamu min qavlillahi fiha. Muş kımmetler arqılık, muşunda mezmut iman arqılık, ümmet sanatı ilgirki aşu naçar ahvaldan ma ayette bayan kılıngan, muş ayetten düşünülgen en yukarı seviyedeki medeniyetlik haletke yötkelgen, köçkenlik. Demek bu İslam medeniyeti mi? Kısa vakti içinde bütün bir ümmetini kalak haletten en yukarı seviyedeki medeniyetlik haletke yötkelgen. Şundan kanda oldu, kuntum hayra ümmetin uhricet ünnaz. Yani bu ümmet nedir mediler? Sizler kişilerge çıkarıp verilgen en yaxşı ümmet, en evzel ümmet. Bu evzellik hem de emr-i maruf kıygallık ve ila ahiri şundan kelip çıkıyor. Demek ki en naçar ümmet şu çağda İranlıklı olsun, yakirimlikli olsun, Araplarını en kalak millet ula da qaraydı. Şu haletten en aldırmadan dünyada ustazlık kıldığın en medeni milletke almıştır etti. Şun hayır ümmet olup gitti. فالقيم الروحية لم تكن كما يتوهم البعض معاني سلبية. Demek muş ruhi kımmetler, isil prensipler, bazılar oylagandak, hata oylagandak yetevhamul ba'd. Unda selbi rol oynaydigan mana yoki mazmun emas bu. Yani ziyallik yoki inson pas alib tushirib qo'ydigan yoki atrofga yaxshilik yetkazmaydigan va salbiy mazmun emas. Walakinnaha kanat quwan ijobiya. Lekin u ijobiy kuchdan iborat edi. Yaxshi tarafga buraydigan, atrofga yaxshi ta'sir qiladigan shuna bir kuchda bo'ldi. Tadfa'u bi nashatil mu'minina fi kulli ittijahin salihin. Mu'minlarning faoliyatini yaxshi tarafdan bo'lsa, shu tarafga ittirdigan, yuzlandirdigan. Ve tuhaffizuhum ila kulli amalin mahmudin. Ve ularni maqtanadigan, yaxshi deb qaraladigan har qanday ishga rag'batlantiradigan, qiziqtiradigan. Tahfiz deganmi shu? Qiziqtiradigan, rag'batlantiradigan. Shuni havofiz deb qo'ydi bular. Masalan, ishkadirlarga maoshdan sirt tatbar ve ishkidan pul beradigan ish bor. Bizning jutin bo'lsin. Mukofot puli, u puli bu pul deydigan. Obda ishlasin, xizmatni obdan qilsin deb. İdarəsindən maaş qo'shib beradigan narsa.
Mesela bir bayram geldi mesela. Ayında kömevramda ya göşüremde mesela. Onun başka her türlü nasıl varsa havafiz de koydu. Tuhaffizu yani turaggibuhum yani. Ve tasilu cuhudahum ve cihadahum billah. Ve onların tirişçiliklerini ve cihadını Allah ile tutaştırdıgan şunda kıymetli bu. Ve temuddu vücudahum ila hayatin azama ve akrama. Ve onların varlığını ahiret kadar sözdü değil yani. Yani tek uzun müddet kıldı. Ahiret sözünün kında haya azam ve akram. Tekimi isil, tekimi katlı bir hayatka kadar ömrünü uzun kıldı demekçi. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara. Aş günde, yani kıyamet günüde her bir nefs özü kıygan, nemiş kıygan bolsa, kılmışlarına şu yada tayya kep boğan alet kürdü, pişirtidi. Ve ma amilet min su'in. Demek yaxşılık kıygan bolsa, yaxşılık kılmış şu yada kürdü. Yamanlık kıygan bolsa, yamanlık şu yada karab tuğalıkını kürdü. Teveddu lev enne beyneha ve beynehu emeden ba'ida. Bu nefsemde, aşını kögen çağda, aşı benim kılmışlarım bilen, benim arlıkımın oturduğu bir jirak mesafesi iken, benim kışımda tutmuş iken bu, kızım kömüş iken de arzu kılıdı. Çünkü hem de kılmışları ve çatak oğan iken, zirip topla bakarsa, halaketke apırdığan nurgun günahını kögen iken, benden bir nırtus iken bu da kışkışını halaydı. Demek hazır bu insanın hayatı ahiret kadar mağdı bana. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Bu küllerden mal mülk olsun, balçaklı olsun, hiç neme kalkınmaydı, fayda kılmaydı, eskatmaydı. İlla men etallaha bi kalbin selim. Fakat lan Allah Teala'nın huzuruna sağlam kalbiyle kelgen kişiler nicatlık erişidi o. Selim diyen anda nimeden selim? Küfürden, masiyetlerden, içki illetlerden, dil hastalıklardan mesela. Münafıklıktan, aşulardan ve buzuk fikirlerden sağlam kalkınmış. Demek hemmimiz yetişkin. İman sağlam olsa, başka taraftan mı sağlam bulurdu. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.